Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 10-aprel 2025-yil Namangan viloyati Namangan shahar mashina bozori tepasidan fermadan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan qochma xunojillarimiz bor. Mana qaranglar, bunaqa gibridlardan. Xudo xolasa sigir qilaman deganlarga behijolat mahsulotga kelib qo'ygan xunojillardan. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Obuna bo'lmasdan ko'ryapti turganlar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, bular yoshlar qanaqada hozir? Mana qaranglar. Mana. 8 oylikdan 10 oylikgacha. Qaysi moy ikkalasi 8 oylikmi? Shved bilan oqa. Unuya shved gibridi. Gap yo'q. 8 oylikda. Simentalga shved gibrid o'gana bu. Hammasini osti zo'r sigir qilaman deganlarga mana akalar sifatlarini ko'rib turibsizlar. Imkon qadar ko'rsatib qo'yapmiz. Mana mana. Mana oppoqlaridan. Bu ham qoralaga simental gibrid-a? Mana. Onasi ham gibriddir buni. Shu onasi nechta atrofida sut bergan? 30 ta yonverida sut beraveradigan, ha? Hozirdan, ha? Hozir imkon qadar ko'rsatishga harakat qilib qo'yamiz. Bo'ylar nechidan keladi desa yo'ladi? Oqtika? Eng pasti 120. Balanti 30-35 keladigan, ha? 130-135 keladigan. Mana shu yerni qaranglar. Xudo xolasa sigirga pulim yo'q. Uni ajinlardan olib, o'zim qo'lga o'rgatib sigir qolaman deganlarga bemalol tushaveradigan. Ana. Mana akalar. O'ta chiroyli. Mana shu tomondan ko'rinib turibdi. Bu behijolat u tomonlar. Endi hali bo'sh yurgan mollar, baylaqa tushmagan zagonda. Mana. Juda chiroyli holatda. Shuning uchun sal ko'rsatish qiyinroq bo'lyapti. Lekin kelib ustida ko'rsanglar, kichkina mollar emas. Bu qo'ya qo'ysa bo'laveradigan paytlari kelib qo'ygan mollardir. Bo'ylari baland, veslari baland. Ikkitasi, uchtasi shoxli ekan. Mana bittasi to'qoq. Ketdi qaranglar. O'z bular buqaga qo'yadigan bo'lib qolib shekilli. Bir-biriga o'xshayapti. Xo'p. Narxlarni nima deymiz? Qo'ng qaranglar. Bir joyga bo'lsa 21 milliondan dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. To'rttasi bir joyga bo'lsa 21 milliondan. 21 milliondan dastavkasi respublikamiz bo'ylab. Ha, akalar. Qani mollar emas, bu turishni qaranglar. Kichkina mollar ham emas. 3 kilodan bemalol aylanam. Xudo xolasa. Bemalol keladi. O qaranglar. Dastlabkasi ichida. Dastavkasi ichida. Donalabga olsa-chi endi kimdir bittasini, ikkitasini qilsa. O'zgarishi mumkin. O'sha plyus minus bo'lishi mumkin. Katta kichikligiga qarab, ha? Mana bunisi eng kattasi. Buni ola ham eng kattalaridan biri. Yeb ichish sog'ligi zo'r-a? Ha, xudo xolasa. Hammasiniki. Ichi mana o'ynab turibdi. 5 kishi aran eplibdi. Oyoq qo'llari hamma joyi bus-butun, ha? Bus-butun. Bemalol ali hammasi joyida. sigir qilib olaman degan odamlarga behijolat tushadigan. Bo'lib shunday olib ketib 1-2 oy yaxshilab boqib borib, buqaga qo'ysa bo'laveradi. Ha, xudo xolasa. Ko'rishga ba'zan o'zi yillarni ko'rib. Ha, mana aylanib o'tsa ham ko'rinyapti. Akalar. Haligi molni maqtash emas, boshqa emas mana. Mashitdan ko'rib turibsizlar. Ana joni sog'lom. Hammasi sog'lom, ha? Hammasi sog'lom. Ayniqsa mana kuchli ekan-a, shvedga gibrid-a. Onasi simental edi buni. Buni onasi simental. Ha. Shveddan qochgan. Mana kattasi. Qo'ng qaranglar. To'z. Ha, akalar. Kelishni qaranglar. O'ta injiqlarda.
bemalol ekranga nomerlar yozib qo'yamiz. Telefon qilib, kelib ko'rib, savdolashib olaverasizlar.